Bo'ldi, hakam tugatdi. 5-0. Abduqodir Husanov yig'layapti. Alamli ko'z yoshlar. Do'stlar, oxirigacha kurashamiz. Kuchliroq bo'lib qaytamiz. Tinchlikmi? Ha, futbol ko'rib o'tirgandi. Imron? Yig'lab kirib ketdi-yu. Bilmadim. Qarab ko'ring-chi. Imronbek? Ha, o'g'lim, nima yig'layapsan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Voy bolam, nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Yutqazib qo'ydi. Ha, shunga yig'layapsanmi? Hech narsa qilmaydi. Bu safar yutqizgan bo'lsa, keyingi safar yutadi endi, o'g'lim. Bunaqa narsalarga yig'lab o'tiravermaydi o'g'il bola, xo'pmi? Xo'pmi? Mana qara. Ertaga tug'ilgan kuning. Nima podarka qiling, o'g'lim? Velosipedmi? PlayStationmi? Nima olib bering? Et. Shu narsa kerak emas. Voy. Ha, et? Etgan narsani olib beraman, o'g'lim. Rostdan ham aytgan narsani olib berasizmi? Olib beraman, bolam. Nima olib bering? Et. Sekin Imronbek, sindirib qo'ymagin. Ha, nima oldirdi-chi? Ko'rchi o'zing. Meni uchun sizlar baribir chempionsizlar akalar.